chunki o'zimda homiladorlik bo'lmagan, masalan, nechidir yil besplodiyya bo'lganligi uchun buni ne ko'z bilan ko'rayki, bunchagina bulbulchasi turibdi bola. O'zida endi uni qiz degan, lekin o'g'il bo'lib kelgan. Endi tug'ishi bilan aytayapti, anaqa bola kelishi bilan aytayapti, o'g'ilmikan, qizmikan deb. Endi u qiziga hozir aytsam, masalan, o'g'il ekan desam, endi nima foyda birinchidan? Ikkinchidan, borib UZISga ham to'polon qiladida, UZIS balki bilmagandir, просто jinsini ko'rib bering desa, qiz degan bo'lishi mumkin. Endi o'zlaring ko'rib olasizlar deb anaqasiga, chunki berib yuboriladi-da tushgan bola. Berib yuborildi. Keyin shu narsa, men uni tahlil qilmoqchi emasman, masalan, u qiz bo'lsa, masalan, bolani tushir yoki o'g'il bo'lsa tushirma demoqchi emasman. Lekin shu narsani bilish kerak. Homilani jinsini 12-13 haftada har doim ham aniqlab bo'lmaydi. 12-13 haftada hamma, masalan, urogenital sinus bo'ladi-da. Bu keyinchalik 16-18 haftagacha qiz bola bo'lsa qiz bolaga, o'g'il bola bo'lsa o'g'il bolaga qarab ketadi. U paytda abort qilganlar juda yomon ko'rardim, chunki o'zimda homiladorlik bo'lmagan, masalan, nechidir yil besplodiyya bo'lganligi uchun bu narsa juda ham yomon ta'sir qilgan menga. Va xulosa qilib aytaman, homila jinsini o'zida 12-13 haftada har doim 100% qilib aytib bo'lmaydi.